ko'p cho'zib o'tirmayman, narxini boshdan aytaman. Siz bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying. Menda aniq lokatsiyali, aniq narxli uylar joylanadi. Xudo xolasa, uyimizning starting narxini 199 ming dollardan otdilar. Ya'ni kelishtirgan joyi bor. Sizlar bilan hozir bitta shu uyimizni ko'rib chiqamiz. Siz bo'lsa bu videoga baho berib qo'ying. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin, katta keng, mashina bemalol sig'adi. Qo'ni-qo'shnilarni ko'ring, elitni, hammasi 2-3 etajli qo'shnilar ekan. Faqat bir dona shu yonlariga tushib qopti, bir etajli uy, lekin bilmaydi. Bu mahallada yashasangiz, aynan sizga yarashadi. Boylarning mahallasi, qadrdonlar yuring, ichkariga kirib ko'ramiz. 2 etajli, 9 ta xonasi, 4 ta sanuzel, plus oshxona, yana podvoli bor. Podvoli ham katta, yaxlit. Xo'p, bu yoq taraf eshikdan kirishimiz, ko'rasiz, mashinani qo'yib, karavotlarni qo'yib qo'yibdilar. Kirganingizda o'ng qo'lda bitta oshxona keladi. Uni ichkarisida bo'lsa ham bitta xona joylashtirgan ovqatlanish uchun. Bu yoqda bitta sanuzelimiz bor. Bu yoqdan ikkinchi etajga chiqsak bo'ladi. Bu yoqqa katta ayvon qilib qo'yilgan. Endi bu yoq taraf ichkariga kirganimizda birinchi xona, to'g'rida ikkinchi xona, o'ng qo'lda uchinchi xona, chap qo'lda balkonga chiqsak bo'ladi. Xonalar balkonda ham ketma-ket joylashtirilgan. Fasad uzunligi yetganda 20 ga, ichkariga 29 bo'lyapti. Sizga shunaqa chiroyli uylarda yashash yarashadi, qadrdonlar. Like bosib, uy qidirayotgan tanishlarga jo'natib qo'ying. 199 mingga 6 sotuga 2 etaj kerak. Vashi shikalat narxda bunaqa narx topa olmasangiz kerak. Qiziqqanlar uchun men pastga raqam yozib qoldiraman. Telefon ko'rasiz.